Assalamu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Japon Forward Tour'un 28 dekabrdagi maqolasida ko'rsatilishicha, garchi Xitoy o'zining Hindiston chegarasiga yaqin joydagi to'qinish yuz berayotgan joylarning ba'zilaridagi askarlarini chekindirgan bo'lsa-mu, ammo ikki davlat orasidagi to'qinish va jiddiylik hali ham davom qilayotgan bo'lib, oldingi yili Xitoy hatto Hindistonga tavazimanda yangidan bir kent barpo qilgan. Ammo ishning kishini tashvishlantiradigan tarafi shuki, 2021-yilning oldingi yarmida Hindistonning Xitoyga qarata pasiv tijorat balansi, ya'ni Xitoydan qilingan importning Xitoy qilingan eksportini eshib ketgan qismi 56,12% eshib 28 milliard 100 million dollarga yetgan. Ya'ni ikki davlat o'rtasidagi jiddiychilikka qaramasdan Hindiston Xitoy savdo munosabati bo'libmi Hindistonning tijoratda Xitoyga beqini salmoqi yana ojizlashmagan. Mazkur maqolada yana Yaponiya cho'qim Hindistondan ibrat olib, Xitoy bilan bo'lgan tijorat munosabatlarini kuchaytgangila, Xitoyning harbiy xirsi va zimin qaytarib olish o'rinishining to'xtab qolmaydiganligini his qilib yetish kerak deyilgan. Germaniya Avaz Tour'un 30 dekabrdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Xitoyning innovativ davlat ichi sirtida qattiq zarba uchirgan bo'lib, bu Xitoyning dunyoga ataman bo'lish g'araziga og'ir salbiy ta'sir ko'rsatmoqda ekan. Mazkur maqolada Xitoyning sobiq muavin bosh ministri Zhang Gaolining o'ziga jinsiy zo'ravonlik qilganligini aytgandan keyin bir mahal yo'qotib etilgan va keyin bu gapidan yenib olishga majburlangan Xitoyning ayol tennis top mohiri Peng Shuayning voqeasi va Uyg'urlarning qismati misol keltirilgan bo'lib, Xitoyning mushuninga o'xshagan kuchli dalil paketlari mavjud masalalardagi muttahamlarcha taltukuz inkorchilik tutumi sababli xalqaro innovat kirishga duch kelganligi. Shundaqla buning cho'ng davlatlarning xalqaro o'z ta'sirini kuchaytirishda qo'llanadigan yumshoq kuchini ojizlatib etadiganligi ilgari surilgan. Yahudi yozuvchi Laura Akins 30 dekabr Forward Tour'da Xitoy Uyg'urlarni qirg'in qilayotgan bu paytlarda Amerikadagi Yahudilar cho'qim harakatga o'tish kerak mavzuliq maqola e'lon qilgan bo'lib, mazkur maqolada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'smaslik mushi bir davr kishilarning axloq siniqidir. Halbuki biz bu sinoqda mag'lub bo'layotimiz deyilish bilan bir vaqtda oldingi asrdagi Yahudi qatlomi hargiz qaytalanmaydi deb charchalayotgan dunyoning, jumladan shu qatlamning qurboni bo'lmish Yahudilarning Uyg'urlarning echinishli qismatiga qo'l qo'shtirib turayotganlik tilga olingan va Yahudilarning bu xususda cho'qim harakatga o'tish kerakligi ta'kidlangan. Washington Post gazetining 31 dekabrdagi xabariga ko'ra, mazkur gazetxonning Xitoyning necha yuz parcha xaridor chaqirish hujjatlarini tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, Xitoy o'zining hukumat apparatlarini, harbiy qismlarini va soqchilarni chet eldagi nishonlarga aloqador uchurlar bilan ta'minlash maqsadida aslida ichki qismidagi internet sonliq ma'lumotlarni nazorat qilishga ishlatilgan sistema orqali g'arblardagi ijtimoiy aloqa torlaridan uchur to'plagan. Egilishicha Xitoyning butun mamlakatni qoplagan jamoat fikrini tahlil qilish yumshoq detali deb atalgan sonliq ma'lumotlarni nazorat qilish supasi bo'lib, oldingi 10 yil ichida barpo qilingan mazkur supa Xitoy doiralariga to'rdagi siyosiy sazgur uchurlar haqida xabar berish uchun xizmat qilib kelgan. Mazkur supa asosida Xitoyning davlat ichidagi internet ishlatuvchilari va taratqullari qaratilgan bo'lsa-mu, ammo 2020-yilning beshidan boshlangan 300 dan ortiq Xitoy hukumat to'rining xaridor chaqirish hujjati va to'xtamida ma'lum bo'lishicha, mazkur supa Facebook va Twitterni o'ziga olgan g'arb ellardagi ijtimoiy aloqa torlaridan uchur qazish uchun ishlatilgan. Al Jazeera Tour'ning 31 dekabrdagi xabariga ko'ra, yaqinda dunyoning har qaysi joylarida zanjirsimon tanlov bozorlari bor Walmart shirkatining Xitoydagi do'konlarida Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan qisman mahsulotlarning setishdan to'xtatilganligi sababli Xitoydagi ijtimoiy aloqa torlarida kuchli qo'zg'ol qo'zg'algan edi. Garchi Walmart shirkati buni maqsad qilingan ish bo'lmasdan, balki skladidagi mollarni ratlashning natijasi deb tushuntirgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy Kompartiyasi Markaziy intizom tekshirish komiteti bu tushuntirishni qabul qilmayli qolmasdan 28 dekabr kuni rasmiy bayonot e'lon qilib, Walmart shirkatining qilmishini hamoqatlik deb ayblagan. Hamda agar Walmart shirkati Xitoy xalqining hissiyotiga hurmat qilmasa, iste'molchilar amaliy harakat qo'llanadi deyish orqali Xitoy xalqini Walmart shirkatining do'konlaridan bir narsa sotib olmaslikka, ularni boykot qilishga kuch kiritgan. Oldin qayda Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni ma'qullangandan keyin Xitoyda tijorat qilayotgan Amerika shirkatlarining mazkur qonunga moslashish uchun aloqador tadbirlarni qo'llanganligi sababli Xitoy doiralari va Xitoy xalqining kuchli besimiga duch kelayotganligi ma'lum. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.